Hammaga salom, sizlar bilan Nova Uz. Marvel va DC ning aql bovar qilmas kuchga ega bo'lgan qahramonlari bor. Thor, Hulk, Superman, Mo'jizayol, Aquaman. Lekin ular bilan jang qiluvchi yovuzlar ham bor. Yovuzlar qahramonlardan ham kuchliroq qilib yaratilgan. Marvel kino olamining eng kuchlisi deb hisoblanuvchi yovuzi Thanos va DC kino olamining eng qudratli yovuzi Darkseid. Ularning har ikkisini ham kuchlari salkam cheksiz. Thanos cheksizlik toshlarini izlab, ko'plab sayyoralarda bo'lgan. Uning yo'liga to'sqinlik qilgan barchani o'ldirgan. Toshlarga ega bo'lgach esa yerning yarmini qirib tashlaydi. Darkseid esa DC koinotining ko'zga ko'ringan eng mashhur yovuzi. Uni yengilmas desa ham bo'ladi. Darkseid anti-hayot tenglamasini izlab, olamlarni shunchaki yo'q qilib tashlagan. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, ularning qay biri kuchliroq? Bugungi rolikda xuddi shuni aniqlashga harakat qilamiz. Video va kanal rivoji uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Videoga bitta like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Qani tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Battle tartibliroq bo'lishi uchun ularni quyidagilar bo'yicha solishtiramiz. Kuchlar, armiya, generallar, baza, qurollar, zaif taraf. Darkseidning kuchlari: regeneratsiya, telepatiya, telekinez, jismoniy kuch, teleportatsiya, ko'rinmaslik, metal boshqaruvi, o'lmaslik, qayta tirilish, parvoz, afsuni mukammal boshqarish va omega lazeriga ega. Darkseidni butunlay o'ldirishga iloji yo'q. O'lganda ham qayta tiriladi. Uning eng katta kuchi bu omega nurlariga ega ekanligi. Omega nurlari nishonni ortidan xohlagan sayyoraga boradi. Uning tezligi tovush tezligi bilan bir xil. Darkseidning lazerlariga hech kim dosh bera olmagan. Darkseid o'zining avatarlarini yaratgan. Ular ham Darkseidning yarim kuchiga ega. Ularda ham omega nurlari bor. Darkseidning avatarini lazeriga dosh bera olgan personajlar bor. Ular Yashil Fonus, Qora Adam, Superman. Ulardan tashqari ham dosh bera olganlar bor, lekin ularning ko'pini siz va biz tanimaymiz. Rasmiy ma'lumotlarda ham shularni keltirib o'tishgan. Darkseid haqida batafsil aytmayman. Darkseidning to'liq kuchi haqida video qilganman. Kanalimizga o'tib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Videoga ссылка описанияda bo'ladi. Thanos titanlik yovuz. Uni ma'bud deb bo'lmaydi, hatto yarim ma'bud ham emas, lekin kinoda uni hamma ko'rdi va kuchi haqida ma'lumotga ega bo'ldi. Thanos ham Darkseiddan qolishmaydi. Uni kuchlari: teleportatsiya, regeneratsiya, jismoniy kuch, telepatiyaning birinchi bosqichi, parvoz qila olmaydi, ko'rinmaslik ham yo'q. Thanos qasosxo'rlarni bemalol yenggan. Avvaliga toshlar yordamida yengdi deb o'yladik. Keyinchalik toshlarsiz ham xalqni yengdi. Haqiqiy jang san'ati ustasi ham. Thanos Kapitan Amerika, Thor, Tonyni halol jangda yenggan. Bu ajoyib g'alaba. Thanos ulardan kuchli edi, lekin Thordan emas. Thor yengishi mumkin edi, lekin yenga olmadi. Thanos galaktika hukmdori hisoblanadi. Armiya. Darkseidning qo'shini son sanoqsiz. Darkseid butun koinotni o'ziniki qilib olgan. Darkseid o'z qo'shinini ongi orqali boshqaradi. Darkseid qayerni bosib olsa, o'sha sayyorani barcha aholisi Darkseidning qo'shiniga aylanadi. Bir zumda ko'rinishini ham o'zgartiradi. Darkseid askarlari Atlantidan yengilmas askarlarini ularni muhti suvda bemalol o'ldira oldi. Thanosning armiyasi ham juda ko'p, lekin son sanoqsiz emas. Ularni barchasini qasoskorlar intiho va abadiyat jangi filmlarida ko'rsatdi. Keragicha ko'p va kuchli. Ular Wakanda himoya poliyasini zo'rg'adan bo'lsa ham yorib o'ta oldi. Aslida erib ketish kerak edi, lekin o'ta oldi. Generallar. Darkseidda kuchli generallar bor. Ular dala bo'risi Kalibagdar va Desa. Dala bo'risi qanchalik kuchli ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. U Superman bilan jang qilgan, lekin yengilgan. Adolat ligasida faqatgina Superman yenga oladi. Mo'jizayol, Aquaman, Cyborg, Flash ham uni oldida kuchsiz. Dala bo'risi Darkseid bilan birgalikda bir necha yuz yillar davomida sayyoralarni bosib olgan. Tajriba ham yetarlicha. Kalibagdar bu jang san'atining eng mohir ustasi hisoblanadi. Kalibagdarning oddiy quroli bor, sinmaydigan nayza. Kalibagdar sayyoraning eng zo'r jangchisi bo'lgan va Darkseid uni sayyorasini bosib olgan. Uni o'zini general qilib tayinlagan. Desa DC kino olamining eng mohir qudratli sehrgari. Uni to'liq kuchini hali hech kim bilmaydi, lekin undan kuchli afsungar yo'q. Faqatgina Dr. Fate kuchliroq bo'lishi mumkin. Desa tengsiz afsungar. Darkseidning boshqa generallari ham bor, lekin unchalik kuchli emas. Qolganlari farzandlari va boshqalar. Thanosda ham generallar bor, hatto Darkseidnikidan ham ko'proq.
Uni afsungari koinotning eng kuchli afsungari hisoblanadi. U toshlarni qanday boshqarishni to'liq biladigan afsungarlardan. Va yana ikkita generallari bor. Ularning ismlari oshkor qilinmagan, lekin kinoda ancha ish qilishgan va ular WandaVisionni bemalol osonlik bilan yengdi. Lekin Kapitan Amerika va Qora beva ularni bir deganida mag'lub qildi. Uni qizi va generali Gamora va Nebula. Ularni qanchalik kuchli ekanligini bilasiz. Nebula kiborg, uni kinoda ko'rganmiz. Jang qilishiga gap bo'lishi mumkin emas. Opasi ham qolishmaydi. Baza. Ularni harbiy qarorgohi Yovuzlar o'zini bazasini mukammal qilib olgan. Darkseid o'z sayyorasiga ega. U sayyora butunlay himoya ostida. Darkseid apokalipsisda joylashgan. Uni sayyorasida hayot yo'q. Ya'ni hech qanday jonzot yashamaydi. Xalqi yo'q, faqatgina askarlar sayyorani himoya qiladi. Thanosning sayyorasi Titan. U yerda yashaydimi yo'qmi kinoda ko'rsatmadi. Uni kosmik kemasi bor, shunchalik kattaki, ichida butun qo'shini joylashgan. Uni bazasi kosmik kemasi hisoblanadi. Titanda zo'rroq baza bormi? Uni kinoda ko'rsatmadi. Komikslarni esa hisobga olmaymiz. Qurollar. Thanosning ikki taraflama qilichi bor, shunchalik o'tkirki, hatto vibraniumni ham kesa oladi. Uni eng mustahkam metalldan yasagan. Sovut ham bor, hech qanday o'q-yaroq o'tmaydi. Lekin Stormbreaker o'tdi. Stormbreaker artefaktlar ro'yxatiga kiruvchi qurol. Shuning uchun ham Thanosning sovutini kesa oldi. Darkseidning hech qanday qurol yo'q, sovut ham, lekin uni tanasidan hech nima o'ta olmaydi. Stormbreaker ham o'ta olmaydi. Regeneratsiya shunchalik kuchliki, hattoki sovutga ham hojat yo'q. Uni Omega nurlari odatiy quroli. Zaif taraflar. Thanosning tanasiga jarohat yetkazish mumkin. Gamora va Thor jarohatlagan. Thanosni o'ldirishni ham iloji bor. Darkseidning umuman zaif tarafi yo'q, hatto bitta ham. Uni o'z lazeri yordamida ham o'ldirishga urinib ko'rishgan, lekin befoyda bo'lgan. Darkseid Omega nurlarga ham dosh bera olgan. Kuch, armiya, general, baza, qurol, zaif taraf. Kuch bo'yicha Darkseid ancha yuqorida. Armiya bo'yicha ham son-sanoqsiz askarlari bor. General bo'yicha ham Darkseid kuchli. Kalibagdarning o'zi ham Thanosning generallarini o'ldirishi mumkin. Desa esa Thanosning o'zini ham o'ldirishi mumkin. Baza. Darkseidning bazasi benihoyat katta, milliardlab askarlar qo'riqlaydi. Thanosda esa kosmik kema. Qurollar. Darkseidda Omega lazeri bor, Thanosda esa cheksizlik toshlari. Darkseidga cheksizlik toshlari hech biri ta'sir qila olmaydi. Boshqa yo'lni qilib o'ldirganda ham Darkseid qayta tiriladi. Omega nurlari Thanosni eritib tashlaydi. Bugungi battlemizda Darkseidning qo'li baland keldi. Thanosning muxlislari xafa bo'lmang, bu shunchaki battle. Biror bir komiks yoki crossoverda to'qnash kelishganmi yo'qmi? Buni bilmayman, o'zingiz o'ylab ko'ring. Kim kuchli, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Videoga bitta like bosib qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Top komment loyihamizda savollarga to'g'ri javob bergan insonlar. O'rgimchak odam Venomga qarshi videomizdagi savolga javob bergan insonlarni undan keyingi to'g'ri qanday bo'ladi nomli videomizga olib chiqa olmadim, chunki hali javob bermagan edi. Hozir esa ikkita videodagi to'g'ri javoblarni ko'rib turibsiz. Bugungi loyihamizda esa mana bu personajning kimligini toping va kommentariyaga yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun